Vashi boshdan oyoq bittalab qo'l mehnatida tikib chiqyaptilar. Bu katta sabr va mehnat talab qiladi. Juda ham qiyin ish. Ne kayfiyatingiz yo'q? Zo'r. Yaxshimi? G'amgin gapirasiz. Chunki bitiramiz. Endi kayfiyatim yo'qligi shundan. Birinchidan, kayfiyatim yaxshiligi malaka oshirishga ham yozdirilganim. To'ymaganimda. Sog' bo'ling. Bilimlaringizga, sizga kattakon rahmat shahrimizda. Nasib inshaalloh mana shunaqa ateliyalar ochish nasib qilsin. Surxondaryodan Mavshoda bo'ladi. Mavshoda tayyor bizani brendimizni. Atmetka qilib qo'yaman, Mavshodani o'tib olinglar, обязательно bir chetdan ko'rib chiqinglar. Bu qizimizni tikish texnikalari zo'r. Shunaqa toza ishlaydilar, keyin sizlarga qolib qilib cho'tka qilib chiqarib beradilar. O'zimni собственный o'quvchilarimdan, a'lochi o'quvchilarimdan tiktirmoqchi bo'lsangiz, surxondaryoliklar bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Inshaalloh nasib. Rahmat Sog' shahrimizda bo'ling. sizga. Sog' bo'ling. Men ham yaxshi ko'raman sizni. Nasib inshaalloh 17-avgust kuni 11:00 da bitiruvimiz boshlanadi. Bizni kutib qolinglar. Bomba bo'ladi. Voy, Bitta boyalarni libosi tikilyapti. Bittalab qo'lda tikyaptilar. Qirg'izistonda. Siz yotoqxonadanmisiz? Yotoqxonada. Voy, kechiringlar. Yotoqxonada Qirg'izistondan kelib o'qiyapsiz. Voy, biram yerda chiqibdi, o'zingizga o'xshab, krasota. Rosa chiroyli tanlabsiz, rangini ham, молодец. Shunaqa chiroyli libos yaralyapti. O'sha kuni qirg'izistonlik o'quvchilarimizni ko'rib baho berasizlar. Qoraqalpog'istondan ham kelganlar bor, Moskva, Rossiyadan kelganlar bor. Keling, Habibaxon, qayerdan keldingiz siz? Rossiyadan. Rossiyadan kelgan o'quvchimiz, krasotkamiz, onalari ham biram yaxshi ayollar. Har kuni gaplashib turamiz. Mana shunaqa qiz bola o'quvchilarimizni onalari bilan svязda bo'lamiz. Qoraqalpog'iston Respublikasidan kelib o'qiyaptilar. Ismingiz? Gulmiraxon opajonimlar. Qalay chiqyapti? Tikayotgan liboslar o'zingizga yoqdimi? Zo'r chiqyapti. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin bergan bilimingizdan. Rahmat. Hamma narsa o'rganib oldik. Bilmagan narsamiz ko'p ekan. Ancha o'rganib oldik. Xursandman. Rahmat. Birpasda o'tib ketdi 2 oy. Ketgimiz kelmayapti lekin. Shunaqa, sog' bo'ling Gulmira opa. Bu yoqda bo'lsa Hilola xonim. Hilola, qani gapiringchi, siz ancha muncha tikishni bilardingiz, lekin nimaga malaka oshirishimga kelmasdan noldangi keldingiz? Aslida bilmasdim tikishni. 3 oy borganman xolos. Tikishga. O'zim mustaqil tikmagandim. O'sha yerga kelib tikishni o'rgandim. Andiza qilishni. Qani gapiringchi tojikchasiga chiroyli qilib. Hamma xaton biydon, zo'r xondan xo'p. Malaka oshirish va 0dan sarkida xondan hozir nima gapiraman. Zo'r gapirdingiz Hilola. Xullas, men tojikcha namedonam. Shunaqa hamma qizlarimiz pozitiv ko'z temasin. Bugun oxirgi kunimizda, ya'ni oxirgi darslarimizni o'tilyapti. Inshaalloh hammaga manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Inshaalloh kelgusida o'quvchilarimizga katta ulkan zafarlar tilab qolamiz. Hamma o'quvchilarimni 5000 ta o'quvchim bo'lsa, hammasini chin yurakdan yaxshi ko'raman. 2000 ta onlayn kurs o'quvchilarim bor. Ularni ham juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Men har doim sizlar bilanman. Biz bir oilamiz. Bir ikki insonni ko'ringlar-da. Mana kasalimizni ko'ringlar-da. Chehralari ochilib, yaylab, gul yonib o'tiribdilar. Chunki mana abajonim kelganlar. Har qanaqa dori-darmondan ham bidor yaxshi deyaptilar mana. Aba endi qolasiz deydi, ketmaysiz, aytib qo'yadi. Kasal bo'lib qolibdilar o'g'lingiz, aba. O'sha gaplaringiz ham hammasi o'taveradi. Endi shu yerda qolasiz. Bo'ldi, gap yo'q. Gaplarga bormaysiz. Bundan bog'da biz bilan yashaylik. Ana, kelishib oldik-a? Kasal bo'lib qolibdilar-da, adasi. Ukam bilan yashaganlar bo'lar, endi shuncha berdik. Rahmat, tenjeningni sog' bo'lsa, er-xotin qo'shaqaringni baxtingga sog' salomat.